Opa dairangizga yozgandim. Qarang, meni pulim yo'q, opa. Pulim yo'q, meni sizga beradigan, opa. Qising iltimos, tilamchilar yozmanglar, iltimos. O'zim bir transvestit bo'lsam, sizga pulni qayerdan olib beraman, ha? Qiynamang meni, opa. Когда в Питер, где-то, сейчас я визы делаю в Европу, где-то как подготовиться, в январе или феврале приеду. Диета qildingizmi? Yo'q, dieta qilmadim. Ha? Pol dard bordingizmi? Yo'q, hozir sigaretga chiqib Ish qilmaysiz faqat. Ish qilmaysiz faqat oldingizga qilaman. Men opajonim o'rnimdan turaman, yuz qo'limni yuvaman, bo'yim yetadi tokchaga, men qatnayman bog'chaga, men o'zimni territoriyamni tozalab, hamma yo'lda yaltirarib, потому что men birinchi turaman hammadan. Hamma yo'lda yaltir-yultir qilib, go'zallashtirib, keyin pastga tushaman. Bu uyquchilar turib bo'lgandan keyin choy ichib bo'lishgandan keyin qilishadi. Tushunyapsizmi? Saqab turgan kishini Alloh o'g'nar ishini. Kech turgan kishini urib sindirchishini deydi. Sizga tigr o'ta go'zal ko'rinadi-da. Shunaqa men sahar turganimcha hamma territoriyamni tozalab, chiroyli qilib, kirlarni olib, yechib, hammasini kirga tashlab qo'yib, keyin qizlarni uyg'otaman. Tushundingizmi? Lil nima bo'ldi? Lil dard bo'ldi, balo bo'ldi. Lil kosmetikasi bankrot bo'ldi. Lilni kosmetikasini sudga berdi, nacha anaqasi. Nima edi? O'ylab topgan odam kosmetikani nachalnigi. Sizni hurmat qilaman, joy chiqsa erga ham bering. Da shunaqa gaplar. Ayiq bilan olishayotgan bitta bolani ko'rdinglarmi? Rosa g'ashim keldi, bechora hayvonni. Sen ko'tib bo'q bilan ko'tib berar, bo'qadi. Ayiqqa yopishsam degim keldi. Ты самая красивая. Спасибо. Спасибо. Yarashmabdi tigirli, endi pijama. Meni birov ko'rib o'tiribdimi? Uxlagan yotganda kiyaman pijama bu. Pijamali, pirt qilib o'sib uxlab yotadigan narsa bu. Bu pijama ko'chaga kiymayman, opa, yarashadimi yo'qmi? Endi bo'laveradi bu yerda. Bu yerda endi bu yerda Istanbulda uxlab yotgan bo'laveradi, opa. Bu yerda ham yarashmani tanlayman, opa. Amizga jun yarashmabdi, lekin siz ham qirmayapsiz-ku. Junini olib tashlamayapsiz. Amizdan yuribsiz volasati. Как nima edi? Iz bosgan, jun bosgan, pavarot, bo'q zavod bo'lib yuribsiz-ku, opa. Qirg'izistonga salom dedim. Qirg'izistonga salom dedim kirganimda yo'q. Yarashadi, bo'qim yarashadi. Kofirmisiz? Ayizni amiga qarab fol ochyapsizmi? Ayizni amiga bunday qarovdingiz fol chiqdimi? Ayizni amidan bildingizmi? Kofirmanmi, musulmonmanmi, ateistmanmi? Lekin Istanbulda bilasizmi, ko'p bolalar bilan mana suhbat qilyapmiz, juda ham ko'pchilik bilan. Оказывается, ateistlar juda ham ko'p ekan bu yerda.